Nimaga yurishyapsizlar? Buving erga tegarmishlar. Voy, erga tegishga nima bor? Ha, bo'ldi, uzatmaymiz unda sizni. Voy, jibi, sochida kelyapti. Qani keling mehmonlarga choy quying. Ha, keling qudalarga bir kulib turmaysizmi? Ha. Unda kelinda sarpasini yig'ishni boshlaymiz. Oy, sarpani men bunaqa qildingiz? Kelinga nima kerak bo'lsa, o'sha narsa qo'yiladi-da sarpasiga. Mana qara, dorilarni soldim, kafallik ham soldim, qo'ltiq hassa. Mana kerak bo'ladi, davlat yo'l chizganlarni olib chiqatdim. Voy, bu birinchi o'rinda kerak, qizim. Qani bir salom qilingchi kelin. Ko'p yashang. Sizlarga yoqaman juda qattiq, chunki mashinangdan qimmat tanamdek ketadi. Sanda uzoq bo'lsa qo'lingdagi tekimantu, yoqaman xuddi mashhurdagi qo'shiqsi qattiq. Bo'ldi, bitta cholga oqib qolmang, buvi. Yuragim. Qo'lingizni ushlasam, hayajonlanib ketyapman. Voy, bu protez qo'llari tabiiy sinishi undan ham zo'r. Voy, otdaysiz, ketdingiz zaksga. Zaksga qanaqa mashina gaplashdinglar? Endi zaksdan ko'ra nariyoqasizlar yaqinroq bo'lib turibsizlar, shuning uchun skoriy mashina gaplashdim. Nimadir bo'lib qolsa, sraz больницаga ketib turamiz-a? Kuyov bola nikoh uzugini taqavering. Bittasini ko'zi o'tmayapti. Bittasini qo'li qaltirayapti. Sizlarga to'yana qilib 7 yillik tajribaga ega Iskandar Building'ning Yunusobod tarafidagi mezbon loyihasidan xonadon uchun bosh to'lov qilib, qolgan qismini 5 million 700 ming so'mdan to'lab borish imkoniyati bor ekan. Shu imkoniyatdan foydalanib xonadon xarid qildim. Bir xonali. Loyiha hozir 15-qavatgacha ko'tarilgan. Bo'lmasa, gul otish marosimini boshlaymiz. Qaraganda erga tegishgatim yo'q. Men, voy, adi o'ldirib berib. Bularga beraylik mana. Buning nima Xitoy chiqin bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Voy, obedga nima ovqat qilarkan-a? 一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebi 14 yil Xitoyda yashab, o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Ma, qoshiqda ol, sho'rvadan-chi. Nima cho'pdingmi? Suvini-chi. Xotin ham burchaydi, nima qilyapti? Bu yerda kalamishdan boshqa ishlar yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yeb yuboradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ya kelin, qozonni ham tozalayapsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib uvitib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayvorsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'lar ekan-ku, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan o'sha go'shtdan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman, sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yemaysizmi? Hozir yeb tugatding. Bu nima jannalik? Uzr-oyjon, men Hindistonda katta bo'lganman-da. O'zini begona his qilmasin-da. Hindiston milliy urf-odatlarini bajaryapmiz-da. O'ylab qarasam, sizlar sigirga umuman mehr bermas ekansizlar. Shuning uchun o'zim chiroyli qilib yasatib qo'ydim. Nimaga mani kiyimimni kiydirib qo'ydingiz? Voy, qaytib kiysiz omad keltiradi. Zebo, ish qilib bunga oyog'ingni tiqmaysan-a? Yo'q. Yaxshi. Oyot qiladigan ovqat kecha qilib berdim, maza qilib oldinglar. Zebo, o'zi ham xonamizda ilinmagan bitta shu ot taqas qopti-da. Hozir borib ilib kelaman. Bo'ldi, shart emas. Buni nimaga ko'tarib olding? Bugun Diwali bayrami. Mayli, bir kunlik bayram o'tar, ketar. Tinchlikmi, Zebo? Bugun xulli bayrami-yu. Har kun bayram ekanda sizda? Ha, ertaga mol tezagan bir-biriga otish bayrami. Gumnimi? Ha, yo'qoli. Achchiqqina ovqat yegim kelyapti-da. Oyoqlarimni o'ynatib Panjob milliy taomlaridan qilib beraymi achchiqqina? Yo'q, shart emas, rahmat. Shirin chiqardi. Sani ham bir ishingni ko'raylik, mana bu kiyimlarni tozalab yuvchi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Tentak nima qilsan? Aslida Ganga daryosi yo'q ekan, shuning uchun tozaroq daryo topib yuborurdim. Bizda bavi degan narsa bor-ku, tog'oraga bavidan solasan, keyin issiq suv solasan, keyin kiyimlarni solib ivitib qo'ysang 1 soatga. Undan so'ng kir moshinaga chayvorsang top-toza bo'ladi. Ha, unda bitta cho'milib olaylik, toza ekan u suv.
Viza mazalari yo'q. Ketadigan bo'lib turibdilar. Men mahallaga chiqib kelib, tayyorgarlik ko'rib turay. Tayyorgarlik? Kelin, tayyorgarlik ko'ring dedim-ki, nima qilyapsiz? Tayyorgarlik ko'rdim. Bu jonan tayyor qaysi daryoga oqizamiz endi. Shunda adis andijonli oyiz Buxorodan ekanlar-da. Man Qashqadaryodanman. Qanaqa? Ya, buvim bilan turganman-da. O'shanga biz tez-tez viloyatga chiqib turamizda, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi, ketdik. ishkan bo'zi shavat amma xola ro'zi shavat ishkan Qanday Buxoron to'yi yo'qoptimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha to'xtash ketdi anjanga ukam xotini jijillabdi ketdi to'yga ketdi xayriyat keldik. Kimini alishtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Kattam tug'ilgan kunlar ekan, bor. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. Ha, o'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqat oldim. Kelin kiyimimizni almashtiring, biz mazalar yo'q ekan ko'rib kelaylik. O'zingizlar borasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamshiyamiz to'y bilan. Uni ham olib kelaman, haymi? mosa o'siramasdan tez kiyinish akam to'y qilyapti ashaqa ketamiz Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim itdi och. vaqt ketadi-da Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. bo'lmasa sirligidan tayyorlang Menga indekalik bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r, ayniqsa sousi ziravorlari ta'miga tam qo'shyapti. Zebo, senga zo'r yangiligim bor. Senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Ha, bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor, siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim ham o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga yo'lchivoy? Bu yurishimizda bola to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. Kelin, mendan berkitib nima yeyapsiz? Voyda! Kelinimni boshiga pichoq tiqib ketishdi. Yo'qma qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusni ishga tayinlamoqda. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Maynochilik. Zebo kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotirom, men bu yasalgan. Seryozni? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing, bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi. Ha, qazg'og'imni fokus qilib yo'qota olmaysan. Reserve bor-ku. Ha, bu haligi ko'zli shampuni. Imini ko'kini siz ishlatsangiz bosh teringizni davolab, qazg'og'ish ketishiga yordam beradi. Yashili bo'lsa yog'li sochli uchun, qizili bo'lsa chustительный sochli uchun. Ayniqsa bulardan keyin konditsioner ishlatish kerak. Boshi konsert tagida tursa shamollaydi odam. Men bu konditsioner aytmayman. Hech bunaqa go'sht yemadim. Vashti shirin ekan. Nimani go'shti, ona? Quyon go'shti. Kelin ishlabmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartni so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni, Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring, ha.